Assalomu alaykum YouTube ahli. Xo'p, sizlarga arzon narxlarda ishlatilgan mebellar topib qo'ydim. Videoni orqacha ko'rsalaring, bir qator ko'rsatib berib o'taman. Kimga qaysi mebel kerak bo'lsa, ekranda nomerga telefon qilaverasiz, yana ham to'liq ma'lumot olish uchun. Xo'p, bizga obuna bo'lsangiz, shunaqa arzon ishlatilgan mebellarni chiqarib boryapsiz, xudo xolasa. Bittadan like bosib, mana shu pachchasi knopkasiga obuna bo'lsalaring, hozir skladga kelganmiz, mana qaranglar, mebellarni furada to'kib qo'yishibdi. Bu mana bular mana Spani garniturlar. Bular o'sha Ruminiyami, Belorussiya bo'ladi. Ikkita Spanisi, ikkita tumbasi, shkafi, trimosi. Buni narxi boshida aytaman, 3,5 million so'm vodiy bo'ylab dastlabki bepul bo'ladi. Bular o'zi antikvar. Mana ichlarini ham qaranglar. Bu polirovka bo'ladi, yaltiragan, bu yonlari ham polirovka. Mana yog'och bo'ladi. Spanilari ham. Bunisi bor. Spanisi splashnoy bo'ladi. Ikkita tumbasi, trimosi, trimosini aynagi bo'ladi. Bunda ham mana bu trimosi, bunda ham aynagi bor. Mana bu 407 shkafi, tepasi antrasol отдельный bo'ladi. Buni narxi 2,9 million so'm vodiy bo'ladi, dastavkasi bepul bo'ladi. Holatlari, ichlari ham yaxshi holatda, xudo xolasa. Bu aytganimizda poni polirovka bo'ladi. Keyin bitta 260 bo'yi, 3 metr, 3,40 eniga hop shkaf bor ekan, qaranglar. Vobshe katta uyda egalar zakazga saptirishgan ekan. Hop, buni narxi 3,5 million shu atrofida. Dastavka vodiy bo'ylab. Undan tashqari divan kreslolar bor. Bular rossiyskiy divan kreslo. Hop, ustiga yangi shunaqa chexol qoplab qo'yishgan, ya'ni moshi. Mana bu tomonda bor. Bularning narxini ekranda nomerga aloqa chiqib, yana to'liq ma'lumot olishlari mumkin. Bular bor. Bular spalni bo'lib chiqadi. Bunisi ham spalni bo'ladi. Stenkalar bor mana. Antikvar stenkalar. Mana shular, stenka 1,5 million so'm ekan. Antikvar stenka bo'ladi. 3 ga bo'linadi, qaranglar. Undan tashqari bu yerda kattasidan bor stenkani mana. Mana shu ham 2,9 million so'm vodiy bo'ylab dastavkasi bepul ekan. Bu 1,5 million, bu ham bepul dastavkasi ichida. Manaqa rossiyskiy shkaflar bor, qaranglar. Polirovka bo'ladi, gullarga bitta e'tibor berasizlar. Bular 1 million so'mdan, bu ham 1 million so'm. Mana. Oshxona mebel bor ekan bu yerda. Brus Haysanga 220 bo'ladi. Narxi 1,4 million so'm ekan. Mo'ykasi, semisteti hamma yo'g'i komplektda bor bular. Bunaqa shkaflar bor. Kitob teradigan. Bular 300 ming so'mdan. Bu ham 300 ming so'm. Bundan tashqari bu yerda hop yakkali divanlar bor mana. Bu yonida duvoli bo'ladi. Hop, bular 600 ming so'mdan. Mana bu ham bor. Hop, tagida shunaqa g'aladonlari bor. Shunaqa 2 etajli detskiy kravat bor. Hop, narxi 1,5 million so'm. Hop, yana ham to'liq ma'lumot olish uchun ekrandagi nomerga aloqa chiqaverasiz. Bu videoimcha qisqaroq bo'lib qoldi. Egasini o'zi to'liq ma'lumot ola olmadi egasidan. Shuning uchun uzr so'rab qolamiz. Qaysi mebel ma'qul kelgan bo'lsa, ekrandagi nomerga aloqa chiqsalaring, o'zlari yana ham narxi bilan to'liqroq ma'lumot berishadi. Mana ugalovlar bor. Hop, kuzatib turinglar, yana foydali sizlar uchun videolar chiqarib boramiz. Bittadan like bosib, shunaqa ishlatilgan mebel o'qtalib yurgan tanishlaringga jo'natib qo'yinglar.